Qandli diabet ko'zda beradigan asoratlardan bu ikkilamchi kasalliklar yoki qovoqlarda infeksion kasalliklarning tez namoyon bo'lishi, blefaritlar, quruq ko'z sindromi, diabetik keratopatiyalar, ya'ni shoh pardada bo'ladigan o'zgarishlar, mebumiy bezlarining faoliyatini susayishi natijasida quruq ko'z sindromi, konyuktivada mayda tomirlarni o'zgarishi, anevrizmalarning hosil bo'lishi. Bundan tashqari, qandli diabet kataraktasi juda erta yoshda tez yuzaga keladi. Bundan keyingi bo'ladigan o'zgarishlarga uchuvchi dog'lar, qon tomirlarida bo'ladigan o'zgarishlar, diabetik retinopatiya kiradi. Ba'zan neovaskulyar glaukoma hamda ko'z nervi ishemiyasi, optik neyropatiyalar kuzatiladi. Har bir bosqichda to'g'ri qilingan davo taktikasi sizda ko'rib bo'lishni 10, 15, 20, 25 yilgacha oldini olishi mumkin. Agarda sizda qandli diabet bo'ladigan bo'lsa, har bir yilda endokrinolog bilan hamda oftalmolog ko'rigidan nazoratdan o'tish esingizdan chiqmasin va albatta sizga sog'lik, mukammal salomatlik tilaymiz.